Leksiyimizin devamı vatandaş. Şokur şundak dedik mi? Bu grup yakamatırlaşkan NATO'nun 2. kısım grupisi Rusya'nın Kaliningrad şehriga Moskva, Peterburg, Murmansk qatarlıq joylarga hujum qilib kirib, Rossiyani butunlay qurolsizlantirdi. Rossiya torbetlari mundaq ko'rsatdi. Hukumat taraf dediki, fidoilar agar to'xtamga imzo qo'yib, urush bo'layotgan rayonlarga vazifa o'tashga boradigan bo'lsa, naq maydonda 295 ming rublga ega bo'ladi. Vazifa o'tayotgan mezgilda oylik maoshi 20 ming rubl bo'ladi. Rossiyada hozir har bir kishining oylik maoshi navbatda turmush ichida. Turmush kechirayotgan Rossiya kishilarining oylik maoshi 30 ming rubl atrofida. Yuqori tuvan bu maoshni olib yashayotdi rossiyaliklar deydi. Askariy qismlar urushga borsa yuqorqidek pul beriladi deydi. Agar urush kiradigan bo'lsa, har kuni 8 ming rubldan qo'shimcha haq qo'shib beriladi. Urush kirdi degan kun yana 8 ming rubldan haq qo'shib berildi. Undaqda bu bir qimorvozlikmi? deydi xabar yozuvchi. Shundaq, bu tipik Rossiyacha qimorvozlikdir. Yaqindan beri ko'plagan siyosiy yo'llar ko'rsatgandek, 2. Dunyo urushi oxirlashgan 80 yildan beri tinchlik, farovonligi oxirlashdi. Shu chog'larda kulib turib, ham yig'lab turib, qimor tavakalari bugun musha qadamga yetib keldi. Vayrona, sarsona bo'lgandan boshqa o'zining mol-mulkini, hatto jinini dotkidigan bo'ldi. Ikkilanmaydi. Ikkilanadigan hech narsa qolmadi. Rossiyaning eng cho'ng o'qituvchi guruhi, Rossiya millatchilarining bayonotchisi Navalniy, Rossiyaning Ukrainada askar chekintirishini qattiq talab qildi. Agar Rossiyadan askar chekintirilmaydigan bo'lsa, davlatning taqdiri intayin zo'r tahdidga duchor bo'ladi deb ko'rsatdi bayonotchi Navalniy. 3. Dunyoga zo'r o'zgarish yetib keldi. Hindiston, Yaponiya sabta dunyo bilan sabta birga turishga va'da berdi. G'arb dunyosi bilan birga bir sabta turishga va'da berdi. Dunyoda g'arb dunyosi ittifoqdoshlari askariy qismlarni tartibga solayotgan bir chog'da rossiyaliklar ham kaynida qolmadi. O'tgan yil 300 ming askar qabul qilinganligini e'lon qilgandan keyin Rossiya yana 400 ming askar qabul qilinganligini planladi. An'anaviy odatlardan qaraganda Janubiy Osiyo quruqligida Rossiya bilan Hindistonning ziddiyatsiz o'rtaq manfaati bor edi. İki devletning armiyalari munosabati, savdo tijorat munosabati uzun tarixga ega. Hindiston bilan Rossiyaning. Butun Hindiston Rossiyaning energiyasidan foydalanadi. Hindistonda millionlagan harbiy kiyim, harbiy qism kechiringlar. Hindistonda millionlagan harbiy qism Rossiyaning qurol-yaroqlari bilan qurollangan. Lekin yaqinda xalqaro vaziyatning o'zgarishiga ergashib, Hindiston g'arb lageriga qaytib keldi. Ishlarni shunday qildi ekan vatandosh. Umuman aytganda, Hindiston hukumatining yaqindan beriki oshkora bayonotlariga birlashtirilganda, Hindiston allaqachon g'arb dunyosiga ergashib, Rossiyani embargo qilishni qaror qildi. Aniqki, milliy manfaat hamidan a'lo deydigan Hindistonliklar uchun aytganda, shu narsa aniq bo'ldiki, hozirgi davr Hindistonni allaqachon shiddat bilan taraqqiy qilayotgan mablag' solish g'orining garbikiga ihtirib keldi. Dunyo moliya guruhi, mablag' solg'ichilar guruhi, Dünya iqtisodiy ta'minlash guruhi hammasi hozir Hindistonning
Janubi Osiyoga berip Hindistonning darvozasi chekishga boshladi. Chunki bular bu shirkatlar Jungodan chekinib chiqdi. Hozir endi bu omad Hindistonga keldi. Girbegiga, ya'ni mablag' selash g'orining girbegiga itirib keldi. Tarix shu paytda Hindistonni tanlab oldi. Hindistonning vaziri Modi vaziyatni bilib, yoki Hindistonning vaziri Modi vaziyatni bilib ish ko'radigan bir vazirga aylandi. Tamamını anlayışla vatandaşlar.